Yaxshi sizlar turdashlar, men Shovko bugun Aqambalda mush permodning tafsili tugus usulini ko'rib chiqamiz. Qo'llash ustida men qo'shab yurak-yurak, Pinglanchunga alt raqam yo'llab qo'ygash ma'filimni oxiriga ko'rib foydam qilinglar. Ems ketdik. Buning eng boshda ximirin ching'roq sho'g'irib mushlat shumlaq qilib ximirni echib tayyor qilib olamiz. Bir alt raqamni yurakni oymay bir o'tinglar. Bu ismim nihoyat chiroyli, uzum nihoyat yeyishli tomoq. Endi ikkinchi qadamda mush tebaning ustidan bir mayli o'timiz, sağa vaqt chaplashib qolmaydi. Endi buning tugus bosqichiga keldik. Bu qiymaga tuz, bosh piyoz, mush sir degandeklarni aralashtirib ta'min tangishib olganki, mushada tugush boshlasak bo'ladi. Buni tugush usuli bo'lib qolsa, jumla ximining o'tirsa ximirni qiymini solamiz. Uch barmoqimizla mushta bossaqlangan bu permodning shakli tayyor bo'lib chiqadi. Mana mushada tugimiz. Shung ma'filim bir tushirib olinglar. Uqqanma g'ayranlos qayt-qaytlab ko'rsanglar bo'ladi. Ko'plab taqib qo'yinglar, yiqillaringlar foydalanib qolsin. Mushalat tugib, tuxumning seriqini ustiga tekshi suvaymiz mana mushalatda. Anakin ustiga oqsimani chechutiblankim, kavshanga solamiz gradusni yaxshi tanishib 250-300 qiblankim. 12 minut pishib chiqadi, pishib chiqqan shovgosini ko'rib baqayli. Permoda degan mushta bo'ldi. Shung mushfilni yaxshi ko'rsanglar, oila oshxonasida har qanday hiyat qila olasizlar. Ismim chiroyli, uzum nihoyat tamlik.